Hozir. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Va alaykum assalom aka. Shaharni havosiga o'rganib qoldingizmi? Rahmat Allohga Shahzod qani shukr. uydami? Tushunmadim. Ukamda ishingiz bormi? Har doim kelib turaman aka, o'zi chaqirgan. Ukamda ishingiz bo'lsa, ko'chada kutib turing. Hozir chaqiraman. Hazillashyapsizmi aka? Har kuni kelaman-ku. Kecha ham siz bilan tanishgandik. Assalomu alaykum. Ha, yaxshimisiz? Keling. Mani tushunmadingiz shekilli. Hozir ukamga aytaman chiqadi. Ko'chada kutib turing. Tushunmadim. G'alati emasmi? Yaxshilab tanishtirmagandirsan-da. Ha, mana o'zlar. Aka, nimaga o'rtog'imni uyga qo'ymadingiz? Ishxonadagi ertangi rejalarni u bilan gaplashib olmoqchi edik, aka. Ishxonangdagi rejalarni borib ishxonangda gaplashasan. Ishimga aralashyapsizmi? Xullas, mana shu restoran maniki, aka. Sizga yoqdimi? Juda chiroyli ekan. Barakangni bersin Shahzod, uka. qayerda yuribsan? Qidirmagan joying qolmadi sani. Qara, yangi filialimiz loyihasi tayyor bo'lgan. Borib ustalar bilan o'zing gaplashishing kerak. Qani? O yaxshi chiqdi. Ha, ustalarga borib avansini berasan bo'ldi. Aka, siz shu yerda o'tiring. Qara, bu kishi Radnoy aka yaxshimisiz? kelganlar. Men hozir Yaxshimisiz, kelaman, aka? aka. Siz bemalol. Qara, akamiz eriktirma. Xush kelibsiz aka. Mana shu joylarni Shahzod bilan ikkalamiz Ha, boshqaramiz. O'zingiz nima ishda aka? Men mashina bozorda savdo qilaman. 13-do'kon Samandarni do'koni. Taniysizmi uni? Samandar? Ha, xotinni soch qirqilgan, takoy bo'lib yuradi-yu. Ha, Samandarni tanidim. Xotinni ko'rmagan ekanman. Men ko'rganman. Chotki narsa. Uyga borsam, menga boshqacha gapirayotganday tuyuladimi? Ko'zlari ham sal-pal o'ynoqiga o'xshab ko'rinadi. Hozir aka, bir daqiqa. Allo, ha Farruh, gapir. Kim? Chiroylimi? Ajrashgan ekanmi? Ha, yaxshi. Ol ishga, nimaga olmayapsan, tentak? Ishga olganingdan keyin meni oldimga jo'natib yubor. Suhbat qilaman-da, boshqa nima ham qilaman. Ha aka, shunday qilib mashina bozorida ishlayman deng. Esingdan chiqarma uka. Shunday odamlar borki, ular ko'chada yaxshi do'st, lekin ular bilan oilaviy bordi keldi qilib bo'lmaydi. Men o'rtog'ingni yomon bola demoqchi emasman. Shunchaki do'st tanlashda juda ehtiyot bo'l. Ayniqsa hozir ishing yurishib turgan paytda. Boringizga shukr, aka. Esingdan chiqarma uka. 3 xil do'st bo'ladi. Moling uchun do'st, joning uchun do'st. Uchinchisi esa xotining uchun do'st.